Ha? Kalem var mı? Hangi alıştınız mı? Doğru. Sen mintin 60 bin fiyat. Doğru. Doğru. Alo. 45 bin köpek. Buni qanday hozir nima qilamiz bo'lsam? Hali. Va'da basmi? Harakat ko'ramiz. Hozir aytaman, taksilar markazga keldi. Tuyoqlar mana yumshoq ilik yo'lib pishgan. O'zlari ko'rlaydi aka. Hali. Mazasi qanday ekan? Zo'r. Bunaqa holatda chiroyli qilib soylarni chiqarib, beramiz xaridorlarga. Olmay xola. Salomat bo'ling, kelinglar. Kattadan hozir quydim yangi. Qayerdan ochib? Tuyoq mana shu holatlarda bo'ladi. Chamadiganlarga suvni ham beraveramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Marg'ilondagi O'ram choyxonasini obzoriga kelganmiz. Bu joyda narx-navolar haqida qisqacha sizlarga gapirib o'tib ketamiz. Agar video manfaatli bo'lsa, like potiskani ayamanglar. Assalomu alaykum. Charchamasdan, ishlaysiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bu nonlar do'ltali nonlarmi? Bularimizdagi do'ltali. Bular sariyog'li. Sariyog'li. Donasi 12 ming so'mdan 25 so'mdan keladi. Bexijolat mazasiga gap bo'lishi. Tandirda yopilgan. Tandirda yopilgan. Bo'ldi. Bas. Charchamang, Alloh barakasini bersin. Non ham chiqadi. Ha. Hormanglar, charchamasdan. Assalomu alaykum, hormanglar. Charchamasdan olyapsizlarmi? Bu joydagi hasblar, kalla go'shtlar mana, go'shtlarni ko'rib turibsizlar. Operator yana yaqinroq ko'rsating go'shtlarni. Bu go'shtlar kilosi nechi pul aka? Asartisi 110 ming 1 kilo. Asartisi, ha? Til tushmaydi. Go'sht, qasib, qorin, halades. 250 gramdan tushadi. Bular ham shu stilda, ha? Yo'q, u go'shtni har qanday qiladi. Ha, alohida. Aralashma yo'q, oddiy. Tuyoqli hadesdan qo'shadi. Maylimi shuni ko'rsatib olsam? Qo'y tillar ekan. Bu nech puldan tayyor tozalangan. Qarang, umuman erinilmagan. 6 sochori. Qanchalik berdingiz hozir? 80 ming. Men o'zimga bir 15 yilcha bo'ldi chiqayotganimga daram chiqarlar asosiy. Ha, otakasb? Ha, yaxshi zo'r. 40 yildan o'tdi daram chiqayotganlariga. Ko'pchilikdan eshitgan gapim, otakasb qilgan insonlar kam bo'lmaydi deyshadi. Tuyoqlarda qarang, kelkinlashini juda ham ajoyib pishgan. Bu necha soatda qaynab pishadi shunchalik bo'lishiga? Kecha asr mahallda solingan qozonga. Ha, asr mahallda, Bondot mahallda oldim aka qozondan. Gap yo'q. Shunda 10 soatdan ko'pmi? Ha, shunaqa. 10 soatdan ko'p.
Tilchi, til qanchada pishadi? Til shu 3,5-4 soatga pishaveradi yaqin. Tayyor bo'ladi. Aha. Ha, Endi yosh ajoyib. mollarni tili ertaroq pishaveradi. Yosh katta mollarni tili pishishi qiyinroq ham bo'ladi aka. Qancha vaqtda pishishligi o'sha so'yilgan jonliqda yoshiga kuratishlarga hisoblanar ekanda, endi. Tushunarli. Shu ko'proq biznikilar endi shu 3,5-4 soatda pishadi. O'qishga zo'r ekan ham ya, nima desizlar? Ha, g'oz yozasiz, bitgan nimaga qo'yasiz, choyga qo'yasiz. O'ram choyxonasidagi asosiy fishka taom kalla go'shti, hasir va no'xat sho'rva bo'ladi. Asosiysi erta bilan tong sahardan gavjum bo'ladi juda ham. Menimcha bir 20 tadan oshiqroq rastalar bor. O'sha rastalarda no'xatlar hamda kalla go'shtlar sotiladi. Mana akamizdan tozalab, tillarni juda ham pokiza qilib berishadi. O'zimizdan ko'proq kelib betdan narsa olib turamiz. Mana bu tarozlar faqat bitta joyda mashta qolgan ekan. Haqiqiy o'sha eski o'zimizning tarozlardan. Bir kilosi necha pul aka? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Butunmi to'g'rimi? Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz, charchamasdan? Necha pul ekan bu? 13 ming. Banka 30 ming. Ha. Yangi sog'ilganda, yangi. Xo'jaga charchamasdan. Necha puldan ekan ruletlar? 100 gram 35 ming, kilosi 350 ming. 350 ming. Qazilar ham. Qazilar. Bular mol go'shti qo'ydi postirmasi rulet. Bular go'sht o'zida bo'lgan rulet. Ha, go'sht o'zida bo'lgan. Aka kelavering. Yog'lar yoqsira, xudo xolasa. Xudo xolasa. No'xatlarchi? No'xatimiz 1 kilosi 30 ming. Aka mana. Aka mashina elandim aka. Bir tatib ko'ramiz no'xatni. Mana go'sht. Juda ham boshqacha. O'zi anu selida qanaqadir qo'ydi ta'mi kelyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y go'shti ruletlar. Mol go'shti qo'ydi postirmasi. Haqiqatda arziydi. Zo'r. Ajoyib ekan. Bu ta'm shashlikda ham boshqa narsada ham bilinmaydigan ta'm. Ta'mi boshqacha. Yana bir obzorni qilib beramiz ichkarida o'tirganimizda. Aka, bozoringiz bersin, charchamanglar. Hormanglar aka, charchamasdan. Olyapsizlarmi? Bitta kosaga tayyor bo'lishi qazi, misol qazidan 50 gram, go'shtdan 50 gram, ruletizdan 50 gram bo'lib no'xat sho'rva bittasi. Yaxshi pors bo'lsa, necha pulga tayyor bo'ladi? 50 ming. 50 ming, ha? Zo'r. Lekin quvvati boshqacha bo'ladi. Charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin aka. Charchamanglar. Yangi olishdingizmi hozir? Ular kimki mana tong sahardan ishni boshlayotgan bo'lsa, Alloh kuch-quvvat bersin. Hammaga ko'zlagan maqsaddan ko'ra ziyodasiga erishaversin. Hamma Alloh kuch-quvvat bersin. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Bu tillarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu tuyam aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ha, kiram. Ey, tuyoqlar qarang. Mana qarang. Kilkillashini qarang tuyoqni. 8 soat qaynaydi, xudolar. 8 soat. 8 soat qaynaydi. Til bor, xaladiz bor, kalla go'shti bor. Bunda dastavkalar ham bormi aka? Bo'lib turadi. Misol Toshkent tomonlarga ko'pchilik ko'ryapti, bizni yangi yo'lga bormi, dastavka deb yozishyapti kommentda. Qilib Bu telefonisi bor dastavka. Bor. Mana bemalol nomer tashab ketsak bo'ladimi aka? Ayting nomeringizni ayting. Qaynog'i 99lik 999 71. bu 71. Esda qoladigan nomer ekan, o'zi 5 ta 9 dan keyin ikkita 71 ekan.
Kam bo'lmang, charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin akalar. Ha, O'ram choyxonasi necha yillik tarixga ega? Adashmasam, nomodin yolg'on bo'lmasin. Avvalo 400 yilga tarixga ega. Sababi bitta avtomobil yo'q paytda ilgari aravalar bo'lardi-da, aravalarda kelib bitta 4 kishi turib, o'ra qilib ovqatlanib ketishgan. O'shaning nomidan O'ram bo'lib ketgan. Ha, shunaqa bo'lgan. Bat keyin 96-yili O'ktamjon hojida olib obod qilgan keyin. Ha. Hatto o'sha O'ktamjon hojida olib obod qilganlar. Hozirda 24 ga 7 ishlab keladi. Ha? Kechqurunlari ham go'shtlar hamma yo'q bo'ladi-a? Hamma yo'q. 24 soat ishlaymiz. Nima? 24 ga 7 va 365 ga 7. Yangi yil kuni ham ishlaymiz. Iya, ana. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bemalol kelaverasizlar ekan. Yangi yil kuni ham eshigimiz ochiq O'ram choyxonasida. Sabit kadrda joylarda tezlash bo'lib Assalomu alaykum. Charchamasdan olyapsizmi aka? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, sekin bir qator a'zolarni qilib o'tib ketyapmiz. Obunachilar uchun ko'rsatib. Chunki ko'p odam mehmon bo'lib keladi, qayerdan nima yeyman deydi. Biz faqat yaxshi joylarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bu do'lmalarning ichida yog' bormi bunda? Do'lmaning ichida ozgina yog' bo'ladi. Sho'rvalardan quyib, ichida ovqatlarni sho'rva qilib tayyorlab beradi. Ichida qo'y go'shtlari bor ekan, mol go'shti. Bu bilinchilar, ha? Bu bilinchi aka. Buning ichida nima bor? Qiyma bormi? Ha, to'g'rama go'shtlar bo'lgan. To'g'rama go'shti bor. Keyin tabaki bor. Keyin bunaqa no'xat so'ramiz bor. Ichida Zakaz olishaverar ekanmi ichkari? Zakaz olishaverar ekan? o'stirmaga o'ralgan Rulet. marinovkali rulet go'shtlar bo'ladi. Qazisi bo'ladi, yaxna go'shtlari bo'ladi. Ashundan solib sho'rvalarni qo'yib beramiz. Piyoz, qarampirlarni sepib. O'rtacha bitta chinidagi qanchaga tayyor bo'ladi? Yo'q, prosta narxlarni bir qator bilib. Bitta chinida no'xat 15 ming bo'ladi, 50 gram go'shti bilan 33 ming bo'ladi. Ashuni 100 gram go'shtlisi bor, 50 ming bo'ladi. Ha, u narx go'shtning narxi ko'tarilaveradi. Qazi, po'stinlar, U do'lmalarchi? Do'lmalar bitta donasi 20 ming. 20 ming. Hozir qo'ycho'ri degan oldi, undan tugab qoldi, hozir pishirishyapti. Bu mol go'shti. Ikkita bo'lsa 40 ming bo'ladi, bitta bo'lsa 20 ming. Tushunadi. Sho'rvasi bor. Ha, qadrdonlar, xullas erta bilan bomdod namozidan keyin xuddi shu taomlar O'ram choyxonasida mavjud. Kelib bemalol iste'mol qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Alaykum Charchamasdan tushunsiz qalaysiz? Piyozli achchig'i, do'ltali sariyog'. Ha, achchig'i ham bor. Bu achchig'i. Necha puldan bu achchig'lar? Ikkitasi 15, donasi 8 ming. Bular jupi 25, donasi 13 ming. 13 ming. Do'ltali sariyog'li. Bo'ldi. Qaymog'da eritilgani. Ma'qulmi Akmal aka? Biz O'ram somorimizni narsalari. Zo'r, men bir 25 yildirki mijozman. Ustoz birinchi marta kelyaptilar. Bularning fikrlarini bilish menimcha to'g'riroq. Muhim. Nima deysiz? O'zingizni bir otabaydek his qildingizmi o'zingizni? Bilmem, men o'zi uxlamagan, uyqu qochib ketdi endi. Rosa qo'llarda ko'rmas, muomalalari undan ham shirin ekan. Bir ishonchliligi. Ichkari kirganda keyin bir tarixga tushmaganda bo'lar ekan. Ha, o'zi hozir men aytdan suhbatlashib kelyapman, yosh katta odamlarni suhbatga tortgandim. 400 yil atrofida deyishyapti O'ram choyxonasining tarixi. Shuncha yil davomida o'sha 24 ga 7 hozirgi kunda shunaqa xizmat ko'rsatib kelishyapti. Menimcha bu ko'proq rabot sifat faqat musofirlar uchun bo'lgan bo'lsa kerak. Marg'ilon menimcha tub aholisi ko'chada ovqatlanmagan. Tub aholi uyda ovqatlangan. Bu endi o'sha yerda qayerdan mehmonxona bo'lgandir yonida. Shularga bir ovqat yetkazib beradigan yo bo'lmasa to'xtagan, taomlanadigan joy, karvonda yo'li bo'lishi kerak. Ha, shunaqa. İşte sizlarga o'zi savol berish biz uchun ancha hayajonlantiryapti. Shu qaysi tomonlari bilan sizlarga ma'qul keladi Marg'ilon aholisi? Joyga tushdingiz rosa. Marg'ilon qiyomatgacha deydi.
qorlar Andijondan chiqsa, allomalar Marg'ilondan chiqadi. Marg'ilon allomalar beshigi deydi, ilm o'chog'i deydi. Shu chorrasiyasi bostirib kelishdan oldin Marg'ilonda o'zida 200 dan ziyod madrasa bor edi deyshadi. 200 dan ziyod madrasa. Ya'ni Burxonning Marg'iloniy hazrati bu yoqqan ilmdagi olov qiyomatgacha o'chmaydi. Eng qizig'i shu amali bilan, odobi bilan qo'shilib qolganda bu yerda. Haliganda bir go'zal aytdingiz kecha. Ya'ni ajrimlar kamligi bo'yicha Marg'ilon eng birinchi o'rinda tepada turadi deb. Hozirgi kunda. Bu degani oilani jipsiga erkakda o'zini o'rni borligi, ayolda bir o'zini o'rni borligi zo'rda havas arziydigan. Ya'ni har bir uyga kirsa o'sha pardalar tortilgan. Xuddi shunday. Hamma Po'sh deb kiradi. Po'sh deb kiradi. Marg'ilonda. Asrab avaylaydigan. Maza qildi. Rahmat. Bu gapni o'zi boshqa joyda ancha oldin aytganman. Ommatan vodiy uchun aytganman. Agar hamma Alloh taolo eng go'zal makonda o'ziga yaxshi taqdir bilan yaratgan bo'ladi. Boboda agar tug'ilish imkoni bo'lsa, vodiyda tug'ilgan bo'lardi deyman. Shunaqa. Mashalloh, rahmat. Lekin hamma joyda o'zini go'zalligisi bor-da. Ilmda ustozlarni ko'p Surxondaryoda bo'lgani uchun o'zim Jizzaxlik bo'lsam, qalbim Surxondaryolikman deganman. Tug'ilish masalasida bir bolani voyaga yetishligini xotirjam bo'lsa bo'ladigan vodiyda bunday qarasa. Otani vaqti bo'lmagan taqdirda ham ijtimoiy muhitda o'zi tarbiya qilib qo'yaveradi. Masalan, bugun nechta yosh bolalarni ko'rdik. Bola safi tadbir boshlig'ida shunday o'tib ketayotganda assalomu alaykum deb turib ikki qo'llab ko'rishib, to'xtab e'tibor qilib o'tib ketyapti. Salom. Yosh bolalar. Rahmat ma'lumotlar uchun, vaqtlarini olganlaring uchun uzr. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bittalaringdan yo'qlardan yugurib boraman deyapti. Talabalarning javobi. Bo'ladi. Qancha bo'ldi aka? Bo'ldi. Nos chiqadi. O'zingiz ba'zan montaj qilib olasiz. Gözlerim güzel gülsen günahına koysun. Aferin için Mana hozir no'xat sho'rvani tayyorlab olib keldik. Juda ham boshqacha, o'z ko'rinishi ham ishtahani tortadigan. Tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu go'sht bilan umuman boshqacha bo'lar ekan. Yani no'xatning o'zi boshqa, lekin mana suvi, ruletlari bilan umuman boshqacha bo'ladi. Uzr. Yeb ko'rsatmasak, mazasini mashi paytda aytmasak, sizga yetkazib bera olmaymiz. Zo'r shirin deb qo'yib o'yindan qaytib ketsak bo'lmaydi. Shuning uchun yeyish jarayonini ham ko'rsatib beryapmiz. Bismillah. Tuyoqlardan ko'ramiz. Bu tuyoq umuman boshqacha pishgan ekan. Xullas, yo'lingiz tushganda keling. Tavsiya qilaman sizlarga. Eng zo'rlarini ilinaman sizlarga. Bizni kuzatishda davom eting. Like, payt piskanni ayamang.